Tirishamiz gap bo'lardi. O'zing ko'tmi, ko'ting ko'tmi, gapir ko'ttiga. Ancha bu joy hammaga kerak. Quduqqa tushgan qush quduqdan qanaqasiga chiqadi? Blok deydimi, xullas shunaqa narsa qilmoqchiman, o'zimni hayotimni salginasini ko'rsatmoqchiman. Короче, assalomu alaykum hammaga, qalaysizlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Xullas, men bugun blok deydimi, xullas shunaqa narsa qilmoqchiman, o'zimni hayotimni salginasini ko'rsatmoqchiman. Bu meni YouTube kanalim. Like bosib, komment bosib qo'yinglar. Xullas bugun yaqinlarimizga bitta kichik prikolcha qilamiz va men o'zim hozir ishlayotgan joyimni va o'rtalarimni tanishtirib o'taman. Bo'lmasa, ketdi. O'tgancha like, komment, Instagramdan chiqarmanglar. Tapishga yuraman mana. Ko'chada siz ham like, komment yozishni chiqarmanglar. Tapishga yurishimga qarang. Ana ofisga keldik. Ko'cha bashi sovuq. Ko'rib turganingizdek, mana shu bizning ofis. Xullas hozir sekin boshlayman. Xullas endi sekin boshlayman. Hozir sizlarga men eng zo'r joy ko'rsataman. Ancha bu joy hammaga kerak va bizda birinchi kelib so'rashadigan joy desam, albatta hazır. Xullas sekin boshlaymiz. Birinchi hozir hamma tanishlar Gambit Magic degan brat bor Foxning. O'shaga hozir nazar qilib hozir borib ularga jinnicha savol beramiz. Короче, Gambit aka savolli biri bor-da. Короче, shu osmondan qor kim tashiydi? Haqiqatan bilamiz. Yo'q, Eng qiziq narsani aytaymi? Nima hozir bergan savolimni qaytarib menga berasiz? Ne savoli qo'ydi? Короче. Sevitdi o'sha. Mana. Birat parod qo'ydilar. Короче, okey, xullas qiziqarli savol kerak, savol yo'q degandim. O'zlari tutdilar. Voy. Xullas, davom etamiz. Короче, Doston aka, qarang. Mana. Eng jinnicha savolli nima? Qana sizningcha? Jinnicha savol. Eng jinnicha savolmi? Ha. Qo'zichoq tug'ilganda o'g'il bola bo'ladimi, qiz bola bo'ladimi? Qattan bilasiz? Qattan biladi. Nu sizlar bilsanglar kommentga yozib qoldiringlar. Xullas ketdim. Xullas Umid men shogirdcham. Eng jinnicha savol aytchi. Eng jinnicha savolmi? Mashinada nechta g'ildirak bor? Ana shu savol. Quvon. Yana. Menda savol yo'q. Ayting. Aytmaysizmi? Oramizda shunday insonlar ham bor. Gapi bo'la turib gapirmaydi. Hech hozirning kattasi bo'ladi. Hech kim nechni podxod qiladi. Ket. Agar eng jinnicha savol. Aliboyda nechta tuxumi bor? A? Aliboyda nechta tuxumi bor? Kim nechta tuxum bor? Men keyingisi oxir aytaman. Qanday aytaylar? Okey, eng jinnicha savol ayting. Hamma kulsin. Jinnicha savol kim aytdi? Lekin ashi. Tirishamiz gap bo'lardi. O'zing ko'tmi, ko'ting ko'tmi, gapir ko'ttiga. Okey, qaraymiz sizlar. Nasıl? Boladaymi yo'q? Kemer. Yana. Tengliging to'g'rimi, noto'g'rimi? Noto'g'ri. Tengmas. Qanday? Savol bering, savol. Yo, kim aytdi? Kim aytdi tog'am? Dirasan hozir. Tushundim. Biroz savol bering. Tovuq birinchi tug'ilganmi, tuxummi? Kim birinchi tug'ilgan aka? Bratlik. Ha? Necha yoshsiz? Yoshim 7 yil to'ra.
Oxirgi yilda hisoblaymiz. Tug'ilganingizda necha yosh bo'lgansiz? Sen kattami, akang kattami? Akam. Nada bor? Ideya kiryapti. Akam. Tinchlik savol bering. Xullas ko'rib turganingizdek hammaga savol berdim. Umuman hech qaysilaridan bitta qiziqarli bitta ham gap chiqmadi menimcha, chunki meni sal kulmadinglar. Va endi o'zim bitta shunaqa jinnicha savollarni berib chiqaman. To'g'risini aytsam, hech qanaqa jinnicha savol kelmayapti. Agar mabodo sizlarda bo'lsa, kommentga yozib qoldiringlar. Men hammasini absolyutni o'qiyman. Keyin yana aytgancha, esdan chiqadi gapim. Xullas, sizlarga bitta narsa haqida gapirib bermoqchi edim. Nimaga bunaqa ish qilman? YouTube'ni nimaga ochdim? Instagramni yaxshi ketadi-ku, to'g'rimi? Xullas, men endi o'zimni YouTube'da ham ko'rsatmoqchiman. Xudo xohlasa, endi qo'llab-quvvatlab tursanglar. YouTube'da xullas juda ham katta proyekt yaqinda boshlayman. Ungacha ham sal kontent, ya'ni avtoramni YouTube'da ham sal-pal yig'ib olish maqsadida YouTube'da ham sekin-sekin o'zimni bunaqa blog deydimi bilmayman. Xullas, mana shunaqa videochalarimni qo'yaman. Xudo xohlasa, sizlarga yoqayotgan bo'lsa, sizlarni sal bo'lsa kayfiyatini ko'tarayotgan bo'lsa yoki sizlarni sal qiziqtirayotgan bo'lsa, men bundan juda ham xursandman. Sezayotgan bo'lsanglar, ofis oldidan ketmasdan varishtada yurib yuraman. Chunki men asosiy ishim ofisda kompyuter, montaj, o'sha beat, muzika shunaqa. Ko'chaga kamroq chiqaman. Xullas, shunaqa gaplar va tutun ko'rasizlar. Xullas, ketdik. Endi men ularga shunaqa qiziqarli savollarni bitta berib ko'raman. Lekin hali hech bo'layotganim kelgani yo'q. Xullas, ketdik. Xullas, yana bir marta sekin kompyuterdan boshlaymiz. O'sha ikkinchi martasida asabiylashib ketsalar kerak menimcha. Bilmayman, короче. Kompyuterga bo'lganaman. Xullas, bu savol seriozniroq savol. Quduqqa tushgan qush quduqdan qanaqasiga chiqadi? Quduqqa tushgan qush Quduqdan qanaqa holda chiqadi? Qanaqa chiqadi? qanaqa holda chiqadi yo qanaqa chiqadimi? Qanaqa chiqadi? Uchib chiqsa kerak. Uchib chiqadi? Quduqqa qanaqa tushadi o'zi? Yo'q. Yo, quduqqa tushgan qush quduqdan qanaqa chiqadi? Qo'l bo'lib chiqadi. Voy, mana serios. Shunaqami? Mantiqiy savol edi. IQ 200 o'ylasibdi. Bir marta ham yetira olmadim. Omadsizlik. Peshonam shu. Voy, bil. O'chirdim. Xullas, davom etamiz. To'xtang. Savol bor. Yer bilan osmon o'rtasida nima bor? Hech kim yordam bermaydi. Yer bilan osmon o'rtasida nima bor? To'xtating, stol kerak ekan. Atmosfera var. 7 ta narsa var, короче, geografik. Yo, bitta narsa aytishdir. Aytmay. Brat. Hozir ayting, tan bersin bo'ldi? Maktab Ayting. Yer bilan osmon o'rtasida bilan bor. Молодец. Gay! IQ. Focus. Joy mana. Pishga qotdim, shuni yoqmagi iltimos. Qorong'ida maza qilyaptim. Shuni beraman. IQ просто kitob o'qish kerak, ko'proq YouTube ko'rish kerak, YouTube'dan motivatsion kinolar hammasi bor. Omonni vlogini ko'rsangiz. Omonni vlogini ko'rish kerak. Mana shunaqa zo'r savollarga javob topasizlar. Podpiska bosib, kolokольчикка bosib qo'ysanglar, undan keyingi videolarni kutib olmaysizlar. Pagnali! Qolgan kallamga savol yanada jinlar jarog'iga kelib qoldi. Xullas, hozirgi kallamga savol yana jin jarog'i keldi. Hozir ketdi. Qara. Bekashki 2 litr sutni qanaqasiga 1 litrli bankaga solsa bo'ladi, короче. 1 litrli bankani olib quyib qo'ysa. Yo, sig'maydi-yu. Qanaqa qilsa bo'ladi? Martga borsam kerak. Yordam so'rasa bo'ladimi? Kimdan yordam so'raysan? Gambide to'g'ri. Mana 2 litr bankaga. Yo'q, mana 2 litr sutni bitta 1 litrli bankaga solish kerak. Qanaqa shunaqa qilsa bo'ladi? 1 litr sutni 1 litr ichadi, 1 litr qo'yadi. Yo'q, solish kerak uni ichiga. Yo'q.
Ana brat sizga savol shu savol. Короче, 2 litr sutni 1 litrli bankaga 1 litrli bankaga solish kerak, короче. Qanaqa? İşte 1 litrli banka. Yo'q, bitta. 1 litrli. Приложение var. Yo'q, bilmayman. Qanaqa qildirsin? Bitta to'g'ri. Ana brat, mana shu savol sizga endi. Xullas 2 litr. Sen topding? Yo'q, haligi bilan 2 litr sutni qanaqasiga 1 litrli bankaga solsa bo'ladi? Chir. Ayqi yo'q. Sen bilmaysiz. Man savol gaplashyapti. Hamma yana Gamlet akaga oyog'ini o'tirdi. Buyuk faylasuf, buyuk olim. Hali. Gamlet akani biz qildik. Mana shuni siz javob topolmasangiz kerak. Nima edi? 2 litrli sutni qanaqasiga 1 litrli bankaga solsa bo'ladi? 2 litrli sutni 2 litr sutni 2 litr sutni qanaqasiga 1 litrli bitta bankaga solish kerak. Lekin toshga sig'ish kerak, qarang. ha 2 litr 1 litrga sig'ish kerak. Bitta butini qo'yma, topaman. Qaymoq qilinadi. Ya, bu vashi logichniy ham to'g'ri kelmayapti. Yo'q, bor narsa. Sen sutni deyapsan, qaymoq olmayapsan. Internetdan o'qidim, sutni qaymoq qildirishga. Internet olmadi-yu, yozib olaman. Naqallashgan emas. Qaymoq deman-ku. Qaymoq emas ekan, to'g'ri qaylantirib ekan. Yo, baribir bu xato-da, sutni deyapsan sen. Sutni to'g'ri Yo, qaylantirib. savolni to'g'ri berish kerak. Sutni qanaqa holatdami, yo'q, nimadir qilib sen ham buni to'g'ri keladi. Bankaga. Kelmasangiz zo'r narsa o'rgataman. O'chirgin. Talinki bor. Talinki bor. Talinkani qichig'i bor. Suv bor, ustida. Bakalashgani qo'rqoqan. Bakalashgan qo'rqoq ham bor. Olsam bo'lani mot qilaman. Salfetka ham bor. Kiyib olamiz. Yana bo'lamiz. Bo'lamizda bakalashgan qo'rqoqni qo'shish kerak. Hech qanaqa bitta nazar o'rgatmayapsiz-ku? Quruq ekan. Bakalashgani aniq qilasan. Xo'p. Suvga qo'yamiz. Suvda turibdi bu, to'g'rimi? Xo'p. Endi bakal kerak bo'ladi-da. Bakalni qo'yamiz-da. Skubur top kerak. Nima qotdilar? Ari millionlarni aniq aytalar-da, bakalashgan o'rtasidan bo'lib, nimadirlar, tak-tak, короче, shunaqa narsami? Nima ekan? Mana qaranglar, mana o'zinglar. Nima bo'lishi mumkin? Bunga qaramanglar. O'yladingmi? Yo'q, topmadim. Endi qarang. Odamlarga topishim mumkin. Mana suvni, mana shu suvni talinkani ko'tarmasdan, bakalni engashtirmasdan, mana shu suvni bakalning ichiga solish kerak. Tamom, tashlaylik. Nima qilmasdan? Talinkani ko'tarib qo'ymasdan, bakalni bilan bundoq olmasdan, mana shu suvni ichiga quyish kerak. Qilish kerak. Yo'q, umuman. Qanaqa qilib qo'ya olasan shuni? Bilmadim. Og'izni ishlatmasdan. Привет, девушка. Qushak. Topolmadingmi? Yo'q. Qara. Men уже aytib ham qo'ydim, o'zi buni anaqa qilish kerak emas edi. Bakalashkaga salfetkani qo'yaman-da. Yo'qaman. Salfetkani yo'qamiz. Seryozni. Qahva yetishmagandan keyin bakal o'tib qoladi deysiz. Yonatdi. Uni sekin bakal bilan yopib bu yoqqa o'qsi. Bakaldiga talinkali suvlarning hammasi bakalning ichiga kirib qoladi. Wow, mana tarikadan suv qolmadi. Salgina qoldi. No, bakal qaraylar, shu qachon to'lib qoldi. Qo'ylar ekan. Aplodismenты mana. Это flüt olsanglar ham bo'ladi, nima qilaman. Seriyozman. Oy, to'g'ri. Ana. Qo'ylar ekan.
gang. Gambit, просто bambit. Xullas shunaqa qilib, mana birinchi vlogim xullas o'sha videocham tugadi. Xudo xohlasa, sizlarga yoqqan bo'lsa, sizlar ozgina kayfiyatingizni ko'targan bo'lsa, shu like, подписка, колокольчик, xullas YouTube'ga men birinchi vlogim men bo'tgan mehmonman. Xudo xohlasa yaxshi ko'rasizlarga umid qilaman. Xullas hammalarni dush yaxshi ko'raman. Endi YouTube'da ham ijodda bosamiz. Qiziqayotganlar bo'lsa, like, comment, подписка tashlab qo'yinglar iltimos, chunki tezroq ko'tarsangiz sizlarga shu tayyorlab qo'ygan o'sha surpriz proyektlarimni tezroq sizlarga ko'rsataman. Hamma omad va hammalarni dush yaxshi ko'raman.